Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uyg'ur Qurultayı tor televiziyasining kunli xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunli xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Kanadaning Edmonton shahrida 5 avgust kunidan 7 avgust kunigacha o'tkazilgan 50 navbatlik madaniy meroslarni tonishtirish festivalida maxsus Uyg'ur chadir qurib, Uyg'ur madaniyatini tanishtirgan Edmonton Uyg'ur jamiyati shaharlik hukumatning eng yaxshi festivalist mukofotiga erishdi. 3 kunlik festival jarayonida Edmonton Uyg'ur jamiyatining raisi, Dünya Uyg'ur Qurultayining Kanada vakili Mukarram Qurbon xonimning yetakchiligidagi fidokor qarindoshlarimiz nuqtali holda Uyg'ur taomlarini tanishtirib, festival qatnashgan har qaysi millatlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Bo'lib Uyg'urlarning lag'manchilik hunari tomoshabinlarni alohida qiziqtirdi. Festival jarayonida Edmonton shahar boshlig'i va Alberta rayonining valisi qatorliq bir qism hukumat amaldorlari maxsus Uyg'ur chedirini ziyorat qilib, Mukarram Qurbon boshchiligidagi Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan suhbat olib bordi. Suhbat jarayonida Mukarram xonim Alberta rayonining valisi Daniel Semis apandimga Kanadaga yo'tkab kelinadigan 10 ming Uyg'urning bir qismini Alberta rayoniga yerlashtirishni orzu qilganligini ifoda qildi. Daniel Semis apandim buningga javoban qilgan so'zida shonliq madaniyatga ega bo'lgan Uyg'urlarning Alberta rayoniga kelib yerlashishidan sharaf va g'urur tuydiganligini bildirdi. Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Ayso apandim bu munosabat bilan Mukarram xonimni telefon orqali tabrikladi va hozir qadar Uyg'ur madaniyatini, shundaqla Uyg'ur irqi qirg'inchiligini Kanada xalqiga tanishtirish yo'lida zo'r tirishchilik ko'rsatib kelgan Edmonton Uyg'ur jamiyatiga va uning fidokor a'zolariga Qurultay nomidan alohida rahmat aytadiganligini ifoda qildi. Festivalning oxirgi kuni naq maydondan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Mukarram Qurbon xonim o'zlarining bu qatim Edmonton shahrida o'tkazilgan 50 navbatlik madaniy meroslarni tanishtirish festivalida olib borgan faoliyatlar haqida ma'lumot berib, tövendikilarni bayon qildi. Bugun biz Kanadaning Edmonton shahridagi Edmonton Heritage Festivalida 3-chi kunida mana Uyg'urlarniki hamda bu bizim 3-chi kunimiz, bu ikkinchi yilligimiz. Bugungi bu biz birinchi madaniyatimizni anglatgan bu qatim tamoqimizni qo'shdik. Bu qatim bu Edmonton nimasida Alberta rayonida bo'lgan bir qatim 81 bo'lgan bir butun millatlarning davlat qurgan va davlati bor boshqa millatlar farqli madaniyati bo'lgan millatlarning o'zi madaniyatini dunyoga tanitgan bir festival. Bunaqa biz 2 yillik oldida shularga iltimos qilgandik. Bu iltimosni buni oldi birinchi qatim madaniyat anlatdik. Endi 2 yillik tamoq kireli yemek madaniyatimiz anlatdik. Yemek kirdik. Bu 50-yillik. Yıldım 50-yillik yani 50-yillikda biz en hoşlanılan haber hoş bulduğunu bu 50-yillikda biz 2-chi qatimda kirib bütün bu 66 devletning ichida birinchi bo'ldik. Yani bazı ülkelerde mukofotlансын, ammo bizni bütün o'sha ofislar, harakat ofislar shansga kelib, o'sha dinimizni olsa bizim birinchi bo'lganligimizni hamma millatlar anglab, gapirdi, guvohnomalarda ko'rsatma. Yani biz 2-chi yillikdan birinchi bo'ldik 2-chi qatimda. Hatta hozir bu yerda buni bizdan bu yer 2 nimaga erishdik. Birinchisi bizning yoshlarimiz bu faoliyat qatnashganda bo'lib bizning madaniyatimizni anlatgan yoshlarimiz hammasini o'sha qo'ydik. Davlatimizni anlatgan, davlatning jug'rafiyalik ahvolini, vatanda bo'layotgan zulmni gapirib so'zlamaysa bizlarni. Madaniyat kechaklarimiz bu nimadan yasalgan, atlas qanday kelgan, do'q qanday kelgan, buni da ular o'rganish bo'ldi. Ondan keyin yemeklerimiz lag'nat deb bilganda bizim Alberta rayonida restoranimiz yo'q. Buni da hozir biz uyga nima qilsak bo'lamdi deydiganlarmi keldi. Asosqi tamoqimizni to'ygandan keyin bu yerda Uyg'ur desa lag'man deganning Uyg'urdan kelganligini uni anglatgan bo'ldik. Ondan keyin bütün 66 devletning ichida hammadan birinchi bo'lishni mukofot olishni xohlayotgan biz 2-chi qatimni qo'llashga ancha o'ylashmagandik, ammo kelgusidan kelgan do'stlar Edmontondagi bütün jamoat ittifoqlishi bilan kuch qilib uzun yo'lni uzoq kelib birlikda qilishi bilan bu birinchi darajaga erishdik. Bundan biz yana bir narsaga erishdik. Yani bir açık eriştik ki 66 devletçiler bu birinci olan kim o da Uygur diyen kim de bir bunu izlense Uygur çıkımız. Yani bütün milyonluğun insanlar bunun da mı
bizni tanıgan buludu. Yana bir nokta şahsen beni bekerek hayajonga xo'sh qilgan narsa o'sha yerda Xitoyning chegara bor. Shu Xitoylar balkim bu Xitoyni biz bilamiz. Ular balkim birinchi bo'lishni chalishi shuncha yillar biz birinchi bo'lgan chog'da ular kim o'tib Uyg'urcha ularning yuragida naq bo'lgan. Men bu bir necha nuqtadan aytib qoldim. Ya'ni bolalarimiz va butun dunyoga o'ylamagan yerdan o'zimiz tanıdık. Endi bizning o'sha yerdagilardan bir ko'ngil so'zdan aytib baqsak, bizki bolalarimiz bana o'sha tushuntiradi. Sizdeki 30 kırık çıktı. Kommet. Ramile'de 3 gün oldu. Ramile'de 10 kilodan lağmanı yığırıp bir gün müşahede işlep müşahede kılıp Ramile'den bir söz varsa. Salam qarindoshlar, men bugun mush festivalning o'rnidan gap qilyapman. Sen hayajonlandim, gapirim aytmaysan. Biz hozir 66 davlatning ichida Uyg'ur taomlari birinchi bo'ldi. Oldi bilan buning uchun butun Uyg'urlarni o'zimni tabriklayman. Bizning bu ishimiz nechta amalga oshdi desangiz, oldi bilan bu ishga qarindoshimiz Salamiga cho'ng rahmat aytamiz. Salami Mukarramning oilasi qizi Mahliya mush ishning vujudga chiqishiga sababchi bo'ldi. Bulto qilgan tamoq ekranlagan güzel tamoq aytirdik. Men mushlarning cho'ng bo'lish bilan lag'manning xemiriga so'zib mushlar qilyapman. Vaqirab chirib angtyapman Uyg'urni bu bek yaxshi bo'ldi. Men bek qo'shal jiroq yaqindan kelib aqllarimiz qo'l o'ytadi. Qalgaritki qarindoshlar kunda kelib ajoyib cho'ng kuchlarni ko'rsatdi. Demak, qilamaydigan ish yo'q-ku dunyoda. Kanadaning cheti bo'lgan Edmontonda turib, mushada qig'ini bo'lmaydi deganni biz vujudga chiqardik, qig'ini bo'ldi-ku. Yashson birlik. Uyghur huquq nazoratchisi tədqiqat qrupsi aldın qaptı Xitayning Uyghur irqi qirg'inchiligiga aloqador siyosatlarni tuzish va uni ijro qilishda rol o'ynagan organlar haqida tayyorlagan yangi bir dokladini e'lon qildi. Uyg'ur rayonida ming yush huquqi berilgan va millionlagan kishilarni tutqun qilishda rol o'ynagan organlar sarlavhalik doklad ikki qismga bo'lingan bo'lib, birinchi qismida qayta tarbiyalash lagerlari bilan munosabatli tutib turish o'rinlarining xarakteri va u yerda yuz berayotgan kishilik huquq dafsanchiligi sxemlashtirilgan shaklda tafsili bayon qilingan. İkinci qismida keng ko'lamlik tutqun qilish va turma lagerlarga qamashda asosli rol o'ynagan hukumat organlari va amaldorlari sxema orqali aniq ko'rsatib berilgan. Bu dokladni tayyorlagan Uyg'ur huquq nazoratchisi guruhisining bosh tadqiqotchisi, Turkiyadagi yosh Uyg'ur ziyoli Yalqun Uluyo'l apandining aytishicha, bu doklad mazkur tadqiqot guruhisining ikkinchi dokladi bo'lib, birinchi dokladda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga ilib borgan irqiy qirg'inchilik tunishtirilgan hamda bu jinoyatni yurgizayotgan muhim shaxslarning ismlari hujjatlashtirilgan. Bu yangi dokladda bo'lsa, irqiy qirg'inchilikning ifodalari va uning orqasidagi siyosatlar, mexanizmlar o'ttirib qo'yilgan. Dokladdagi ma'lumotlar qaraganda, mazkur doklad xalqaro tadqiqotchilar va kishilik huquq tashkilotlarining e'lon qilgan tadqiqotlari, dokladlari va lager shahidlarining guvohliklariga asoslanib tayyorlangan. Yalqun Uluyo'l apandi Xitoy hukumati xalqaroda o'zining jinoyatlarini har xil tashviqotlar orqali yo'shirishga tirishayotgan mezgilda mushkil dokladlar orqali Xitoyning yolg'onchiligiga raddiya berishning muhimligini ta'kidladi. Dunyoning har qaysi joylarida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida tadqiqot bilan shug'ullanayotgan organlar va mutaxassislar har xil temada tadqiqot dokladlarini uzluksiz e'lon qilish orqali Xitoyning jinoiy javobgarligini surishti qilishni talab qilmoqda. Uyg'ur tadqiqot guruhlarimi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida xalqaro saviyada tadqiqot ilib berayotgan tadqiqot organlari qatorida gavdalik rol Dünya Uyg'ur qurultiyining muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandim Erkin Asiya radiosida qilgan so'zida mazkur dokladning ahamiyati haqida to'xtalib mundaq dedi. Bu xil dokladlar tarixni xotirlab mangan bo'ladi. Agar bu tarix, ya'ni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqidagi bu isbotlar yozilmasa, kelgusida mush qirg'inchilikdanmi hech qanday iz qolmaydi. U yana Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa oid tadqiqotlarda Uyg'ur tadqiqot guruhlarining o'ynaydigan rolining intayin muhimligini ta'kidladi. Xitoyning xalqaroning besimiga qarshi irqiy qirg'inchilikni rad qilish va xalqaroda kun sari nacharlashayotgan obrazini yaxshilash uchun yolg'iz xalqaro ijtimoiy taratqularda ta'tir tashviqot harakatini qanot yaydirib qolmay,
Yaqinqi mezgillarda yana chet ellik torçolbanlarni yollab maydonga chiqargandan sirt bir qism chet el diplomatlari va elchilarining Xitoyning o'zini oqlashiga moslashayotganligi g'arib kuzatuvchilarda kuchli tanqidlarni qo'zg'amoqda. Xitoy hukumatı Beijingda turishliq Dominika, Burma, Iran, Qirg'iziston, O'zbekiston, Pakistan va elchilardan 25 kishilik o'mak tashkillab 31 iyuldan 3 avgustgacha Sharq Turkistonni ziyorat qildirgan va Xinhua agentligi va Xitoyning chet ellarga tashviqot tarqatadigan CGTN qatorliq axborot vositalari Urumchi, Aqsu, Qashqar qatorliq joylarda ziyorat bo'lgan bu diplomatlar o'migining Xinjiangning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotiga naq maydonda shohid bo'lganligini, Xinjiangdagi kishilar baxtli turmushdan bahramon bo'lib yetibdi deganlarini xabar qilishgan edi. Amerikalik Uyg'ur masalasi mutaxassislaridan Dr. Henry Jadziyevskiy Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga qilgan so'zida bu xil ziyorat va tashviqotlarni Xitoy hukumatining o'zlarining jinoyatini yoshirishda to'xtamay davom qilayotgan taktikasi dedi. U bu vaqtda mundaq deb ta'kidladi. Xitoy bu taktikasini davom qilmoqda. Xitoy o'zlarining manfaatlari uchun o'z bilan hamkorlashayotgan blogerlarni bo'lsin yoki mushundaq diplomatlarni bo'lsin Uyg'ur rayoniga taklif qilib Xitoy ulardan foydalanib dunyoga Xinjiang nihoyat bexatar joy degan tashviqotni tarqatib kelmoqda. Biz faqat ular orqaliqlar Uyg'urlar haqida anglab kelyapmiz. Ammo bizning bulardan bilolmayotganlarimiz, anglamayotganimiz u joydagi Uyg'urlarning erkin va suzilmagan inkaslari. Chunki Xitoy hukumatı bizning u joyga berib Uyg'urlarning o'zlaridan ahvol egallashimizga, ularning nimalarni boshdan kechirganligiga doir amaliy ahvolni bilishimizga yo'l qo'ymaydi. Şoňa mayli iqtisodiy va yoki har qanday boshqa manfaatlar uchun Xitoy hukumatining o'rinlashtirishi bilan Uyg'ur eliga ziyoratga borgan diplomatlarning Xitoy hukumatining tashviqot uchun qo'llanganligini aniq ayta olamiz. Markaziy Washingtondagi Xalqaro kishilik huquq kuzatish tashkilotining Xitoy ishlari direktori Dr. Sophia Richardson chet el diplomatlarining Sharq Turkistondagi bu xil ziyorat faoliyatlarining hammasining Xitoyning jinoyatlarini yoshirish uchun pardozlagan o'yinlar ekanligini bayon qilib, mundaq dedi. Birinchidan bu ziyorat o'mikidagi diplomatlarga Xitoyning o'z ko'rishga o'rinlashtirganligidan boshqa xalqan narsalarni ko'rishga ijozat beribdimi? Ikkinchidan, hamma narsa normal ko'ngildagidek bo'lsa, nima uchun muhojiratga nurg'un Uyg'urlar hozirgacha yana Uyg'ur rayonidagi urug' tuqqanlar bilan aloqalasha olmaydi? Sofi xonim yana mundaq dedi. Hamma ishlar shundoq yaxshi bo'lsa, nima mustaqil tekshiruvchilarning rayonda tekshirish ilib berishiga yo'l qo'yilmaydi? Bo'libmi taqdek faktlar Xitoyning xalqaro qonunlarda ko'rsatilgan insoniyat qarshi ig'ir jinoyat o'tkazayotganligini ko'rsatib tursimi? Bizga o'xshash kishilik huquq tashkiloti yoki xalqaro axborotlarla emas, hatto Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ham Xitoyning insoniyat qarshi jinoyat o'tkazayotganligini ayblayotgan bir vaqtda ba'zilarning Uyg'ur rayoniga kirishiga yo'l qo'yib, yana ba'zilarini chekladi. Bu faqat Beijingning dunyodan bir narsani yushirmoqchi ekanligini ko'rsatadi. Yaqinqi mezgillarda Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat o'tkazish bilan xalqaro sudga tortish tashabbuslari kuchayotgan bir vaqtda yana Amerika qatorliq davlatlarning Uyg'ur majburiy emkiga bog'langan Xitoy shirkatlari va mollarini cheklashga doir tadbirlari ta'sirida zo'r besimga duch kelmoqda edi. Xitoy hukumatining 2017-yildan boshlab keng ko'lamda jazo lagerlarini qurib, necha milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarni tutib turayotganligi dunyoga oshkorlanishga boshlagan edi. Xitoy insoniyat qarshi ilib berayotgan jinoyat faktlarining yana oshkorlanishining oldini olish uchun 2018-yildan boshlab xalqaro muxbirlarning Sharq Turkistonga erkin kirib xabar ishlashini qattiq to'sib keldi. 2018-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy ayrimchilikqa qarshi turish komiteti 1 milliondan ortiq Uyg'urning Xitoyning jazo lagerlari tutib turilayotganligini e'lon qilgandan keyin xalqarada jazo lagerlari masalasi asta-asta tonlashga boshlagan edi. 2021-yili 19 yanvar Amerikaning oldingi navbatdagi hukumati Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb jakarlagandan keyin Angliya, Kanada, Gollandiya, Litva, Belgiya, Chexiya, Fransiya, Irlandiya parlamentlari va Yevropa parlamenti orqa-orqadan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildi. Demak, Xitoy dunyoda o'ziga qarshi barg'ancha kuchayotgan ayblashlar qarshi bir qism o'ziga iqtisod jihatlardan bog'langan davlatlarning diplomatlaridan va atalmish axborot vositalari hamda ijtimoiy taratqu, diniy zotlar qatorliq har sohalardan foydalanib, o'zining Sharq Turkistondagi jinoyatlarni yepish operatsiyasini boshladi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.